Balki sotib olsam bo'lar-a? Nima? Shu kuni narsatiga 140 mingmi? Onlayn sotib olsam bundan 10 tasini beradi-ku axir. 140 ming snayperga maoshi uchun shuncha pul berishim kerak. Buni kim oladi o'zi? Snayper, ketdik. Sizdan 140 ming. Hammasini to'layman. Nima? Bittada 140 mingni to'laysanmi? Aqldan ozdingmi? Bu bir oylik maoshing-ku. Sen ham sota olmaysanmi? Bunaqa kiyimdan hech bo'lmasa bittasi bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa bittasi deydimi? Buni ham ko'rsam bo'ladimi? Tushunarli. 2 million pulni qanday to'g'ri sarflashni faqatgina boylar yaxshi bilishadi. Menga kerak emas. Xabarmi? Shu payti kim menga yozdi ekan? Nima? Rostdanmi?